18. bab. Zafarnomadan ilingan naql. Hazreti Sahib Qironning Jadda tarafga 3-chi navbat borganligi. Tarixning Hijriya 776-yili. Hijriya 776-yili, milodiya 1375-yiliga to'g'ri keladi. Muharrirdan. Shaban oyining avvali payshanba kuni edi. Hazreti Sahib Qiron g'olib qo'shinni to'plab, Tangrining qo'llashi bilan Jadda, ya'ni Mo'g'uliston tarafga yuzlandi. Hazreti Sahib Qiron Rabati Qatiyan degan joyga yetib kelganida quyosh havoning sovuqligidan beshini biraqla bulut jo'sining ichiga kirgizdi. Go'har chashquchi podshohning sexiylikda daryo sifat qo'llaridan kumushlar chechildi. Uzmay chaqmoq chiqib, qor yomg'irlar yog'di. Nazm. Hergiz kimerse bermedi mundaq nişan berif, go'yoki nag'ma qildi jahonni dahan berif. Ol pənbə dandaki irur pənbədə nihan, tağlarını qildi xavfi içində nihan berif. Soğuqning shiddati shu darajaga yetdi ki, badan quvvatlari qardan qoldi. Na qo'lda olmoq bermak quvvati, na oyoqda bormoq kelmoq qudrati. Xaloyiq ot uloqlarini muhofazat qilishga ojiz bo'ldi. Hammaning shirin jonlari xatar ustida edi. Bu tufaylidan to'liq xalq o'lib ketdi. Chorvalarning ko'p qismi nobud bo'ldi. Hazrati Sahib Qiron xaloyiqqa rahim shafqat qilib, shu joydan qaytdi va 2 oy Samarqandda kutib turdi. Toki havoning sovuqlik shiddatiga shikasta yetganda yana uy yili. Parischa nashrida va Xanzucha nashrida to'shqan yili deyilgan. Muharrirdan. Shavulning ibtidosida dushanba kuni u chegaraga yurish qildi. Hamma askarlarni tartibga selib, Jadda tarafga qarab yuzlandi. Amirzada Jahongirni muqaddima hisobida oldin mang'uzdi. Shayx Muhammad Bayon Saldus bilan Bahram joylarning o'g'li Odilshah, otasi Bahram joylar vafot bo'lgandan keyin Hazrati Sahib Qiron Jaloyir guruhining sardorligini uningga topshirgan edi. İkisini Shahzoda Jahongirning yordamchisiga qo'shib berdi. Ular Sayramdan o'tib Chorun degan joyga yetib keldi. U yerda Jadda xalqidan bir kishini tutib Hazrati Sahib Qironning oldiga avatdi. Do'g'lat qabilasidan bo'lgan Amir Qamariddinning ahvolini u kishidan so'radi. Ma'lum bo'ldiki, Amir Qamariddin lashkarni yig'ib Ko'ktepa degan joyga Hojibakka saqlab turibdi. Hazrati Sahib Qironning lashkarlarining u tarafga yuzlanganligidan xabarsizdir. Shuningdan keyin ilgari yurgan qo'shin to'xtamasdan tezlikda yurish qilsin deb darhol oliy farmon tushirildi. Hazrati Sahib Qiron o'zimi ularning orqasidan tezlikda yurish qildi. Amir Qamariddin palak martabalik lashkarlarning yetib kelganligidan xabardor bo'ldi-da, turgan joyida tahir qila olmay orsila. Parischa nashrda orjishlar, Xanzucha nashrda orshal otar deyilgan. Muharrirdan. Otliq Makkam bir joyga bekindi. U 3 jilg'a bo'lib, ichi noyati keng edi. U yerda 3 ulug' iqin eqib turadi. Amir Qamariddin lashkarlari bilan 2 jilg'adan o'tib, 3-jilg'aga berib tushdi va yo'llarni Makkam bekitdi. Shahzoda Jahongir yetib kelib, dushmanlarni tutquvchi qo'shinlarni rastlab, Amir Qamariddinning ustiga yurish qildi. Ularning tantana sadosi palak gumbiziga to'ldi. Bahadirlar oldin yurdi. Ular o'qlarni go'yoki ovchi lachinda kamon uvisidan uchirdi. Ular baxtiyorlik quvvatlari bilan jonlarga zaxmi yetkazguvchi o'qlarning vahimalarini dushmanlarning ko'ngliga yetkazdi. Ular Amir Qamariddinning qarshisiga kelib tushdi. Amir Qamariddinning sipohlarining quliqiga ularning o'qlarining xabari yetgan edi. Kecha bo'lish bilanla ularning to'lisini o'ldirildi. Ertesi sayyorlar shohi quyosh o'zining yuksaklik qalamini ko'tardi. Hazrati Sahib Qiron qolgan lashkarlarni elib yetib keldi. Amir Said Davud, Hüseyin va 3 qora bahodirni dushmanning orqasidan avatdi. Ular farmon bo'yicha suvning töviniga qarab yurdi. Hüseyin suvga cho'kib ketdi. Suv uning hayot chirg'ini o'chirdi. Qolganlar dushman bor joyga yetdi. Ularni bulang-talang qilib dushmanning mol chorvalarini tortib oldi. El bulgan hazirlarni asar qilib Samarqandga avatdi.
Hazreti Sahib Qiron düşmanlarını tutuş için taki Baytuq, Parisçe neşirde Yaytaq deyilgen, degan joygacha qo'g'lab bordi. Ondan Amir Qamariddinni izlab yo'qotish, imkoniyatning boricha uni qo'lga tushirish uchun Amirzoda Jahongirni g'olib lashkarlar bilan avatdi. Shahzoda farmonga binoan hisobsiz lashkarlar bilan ravon bo'ldi. Uch va Farmon degan yerlarda o'ltiraqlashgan Jata hazratlarini bulab taladi. Amir Qamariddinni tog'liq ichida tepib orqasidan qo'g'ladi. Uni el-ulusi ichidan qo'g'lab tashqariga elib chiqdi. Bütün yurt makallarını bulab taladı. Xotunlar ichidan Amir Shamshiddinning xotini Tuman og'a va qizi Dilshod og'ani tutib oldi. Shahzoda kishi avatib bu voqealarning Hazrati Sahib Qironga xabar qildi. Hazrati Sahib Qiron yana 53 kun shu joyda saqlagan edi. Bu xush xabarni anglagandan keyin u yerdan ko'chib Qora Qasmoq degan joyga chiqdi. Amirzoda Jahongir saodat bilan xizmatkorlik qilib, shu joyda Hazrati Sahib Qironning oyoqlariga so'yish sharpiga erishdi hamda ot, qo'y va chaqar qatorliq hisobsiz o'lchi g'animatlarni peshkash qildi. Dilshod og'a Hazrati Sahib Qironning bisotlarini so'yish da'vatiga musharraf bo'lib, baxtiyor va dilshod bo'ldi. Nazm: Daima dilshod bo'lsin Hazrati Sahib Qiron, ming kaniz olsun ona dilshod yağliq her zaman. Jahongir Mirza yeshi kichik bo'lsa-mu, Hazrati Sahib Qironning iqboli ta'siri bilan mushuncha ulug' ishlarni qildi. Misra: Bu davlat bila bu ish masg'arib. Hazrati Sahib Qiron u yerdan ko'chib Otbashi degan joyga, ondan Orpa yozi Farg'onaning sharqidan boshlanadigan ikki daryoning nomi Muharrirdan sahrasiga keldi. U yerda necha kun baxtiyor va farovonlik bilan to'xtadi. Muborak Shoh Bakrit Parischa va Xansucha nashrida Makrit deb e'lonlangan Muharrirdan. U yerga Hazarilarga amir bo'lib Hazrati Sahib Qironning xizmatchilaridan edi. U kishi to'y marosimini baja keltirib, shu qadar munosib xizmatlar bilan Hazrati Sahib Qironga yaqinchilik qildi. Nazm: Kamar bandallikka qilib ustuvor, turib shoh dargohida bandavar. Hazrati Sahib Qiron shohona iltifotlarni ko'rsatib, xizmat vaqtida jon bergan Salar o'g'lan va Husaynning yurtini ularning o'g'li Xudoydatga in'om qildi. 19-bob Zafarnamadan ilingan naql. Hazrati Sahib Qironning Dilshod og'a begim bilan nikoh qilganligi. Xudoy Taala o'zinglar yaxshi ko'radigan ayollardan 2ni, 3ni, 4ni ilishinglarga bo'ladi. Qur'on Karim 4-sura Nisa 3-oyat degan so'zi bilan o'zining rahmatini, keng inoyatini nikoh orqali xotinlarni halol va joiz qilish orqali baxsh etibdi. Hazrati Sahib Qiron u muborak manzil bo'lgan go'zal sahroda o'zining rihbat chidirining saodat soyasini Dilshod og'aning ustiga soldi. Saltanat dargohining mulozimlari to'y jabduqlarini tayyor qilib, visol murosimiga mashg'ul bo'lishdi. Nazm: Tuzaldi ajab jashti Farxunda pay, muhayya mug'anniyu ham udumay. Ajab jashni oliki miru qamar, tamashshasiga bo'ldi nazaragar, bu kungayki toili ona yor edi. Nazar aylamaklik sazavar edi. Jahon juyi oyini ababila, qilib to'y jufut oldi ra'ana ibila. Nazm: Bu Humayun bezmida bo'lmoq uchun gavhar fishan, pur javohir aylamiş jamiga go'ya osmon. Baxtiyor xosu umumning hammasi ayshu ishratga cho'mdi. Baxtiyorlik va farovonlik asboblardan kishining xiyoliga sig'adigan hamma narsa ko'ngil xohishi bo'yicha tayyor va taq bo'ldi. Orzu ko'zlari har tarafdan tomoshaga nazar qilmoqda edi. Nazm: Guli salim Xazandin bergi bari, javonlik shahida toza bahori. Oltin qadahlar qip-qizil sharoblar bilan liq to'ldirilib aylantirildi. Har tarafga quloq solsa, shundoq sadolar anglatdiki, Nazm: Yusuf sifatiki ko'rmayin choh, iltib ruhi abi zuhratu mah.
Әйшу işrat qonunini sazlab, bu nəğmə sadasını ayның bezmigahiga və Zuhraның işaret sarığa yetkizdi. Nazım. Həmişə bulğay ol sahib qirat şad, dili xuram, özü xoş, mülki abad. Onundan keyin yana köçüb Nusi. Nusi Tehran nəşrdə Yasi, Xanzucha nəşrdə Yazı daban deb e'langan muharrirdan degan joydan o'tib, o'z kentiga baxtiyorlik bilan qaytdi. Shahriston Mahdi o'liyasi bo'lgan Qutlug' Turkan og'a atrofdagi noyonlar va amirlar bilan Samarqanddan ko'chib kelib, shu mahalda Sohib Qironning besat busulligiga musharraf bo'ldi. İstiqlal və qarşı elish murosimlarini a'lo darajada bajo keltirib, to'y ishoratiga mashg'ul bo'ldi. Ondan o'z kentdan chiqib Xo'jandga yetdi. Bahram joylarning o'g'li Odil Shoh xizmatkorlik kamirini bog'lab, Hazrati Sohib Qironga to'y berdi va yaxshi otlarni tutdi. Ko'rinishda muvofiq xizmatkorlik qildi, ammo ko'ngli boshqacha edi. U to'y asnosida boshqacha bir hiyla mikr ishlatmoqchi edi. Lekin Hazrati Sohib Qiron hamisha Tangrining muhofazatida edi. Davlat ilhomi bilan Hazrati Sohib Qiron bu majlisning maxfiy hiyla mikrlarining nishonlarini farosat bilan pamladi. Bu majlis mikridan xoli emas. U hiyla mikrlarni mulozimlarning harakat va sukunatidan pamlab, ularning ko'nglining qabih hiyla mikrlik fikrlardan xoli emasligini bildi-da, darhol bu majlisdan qopdi va otlanib muborak o'rniga yenib kelib tushdi. Hazrati Sohib Qiron qamaridan ustiga yurish qilgan chog'da Shayx Muhammad Bayon Salduz, Odil Shoh joylar va Turkan orlat qatorliqlar ahdu paymon qilishib, qachonliki fursat topsa Hazrati Sohib Qironni tutmoqchi bo'lgan edi. Nazim. Kimki haq esa anga nigohboni, yetmas anga kimsaning ziyonan. Baxti o'nglar onning hamma ishin, lik köygey g'am ora hasud joni. Hazrati Sohib Qiron azaliy saodatning himoyasi va abadiy baxt davlatning qo'llashi bilan saltanat taxtiga salomat va baxtiga yetib kelib, lashkarlarni joy-joylarga yonmoqda ruxsat berdi. O'zi qarshining g'arb tarafiga 2 manzil yiroq bo'lgan Sehri saroy Tehran nashrida va Xanzucha nashrida Zanjir saroy deb e'langan muharrirdan degan joyda qishladi. Bu qish faslida Odil Shoh Jaloyir xizmatkorlik ehromlarini beliga bog'lab, uning oliy dargohiga keldi. Ular gunohini toniydi. Qur'on Karim 67-sura Mulk 11-oyat degan hukm bo'yicha u paskina xiyolining hammasini o'z tili bilan bayon qildi. Hazrati Sohib Qiron uning so'zlarining ma'nosini bilgan bo'lsa-mu, go'zal tadbir bilan bu mazmunlarni ishitmaganga saldi va Odil Shohni shohona inoyatlari bilan izzatladi. Zimiston oxiriga yetdi. Beliqning qornida Qur'on Karim 37-sura Safat 142-oyat degandek Quyosh Yusufni Yunusga o'xshash Hud burjiga keldi. Oliy yorliq shundoq joriy bo'ldiki, qo'shin Xorazm urushiga bormoq uchun oliy dargohga jam bo'lsin. Amirlarga bu yorliq yetgan hamon butkul atrofdagi lashkarlar yurishga yuzlandi. Nazm. Sipah bo'ldi shah nazmida anjuman, bazur azmoyini lashkar shukan. Hazrati Sohib Qiron Shayx Muhammad Bayon Sulduzni tutib yasoqqa buyurdi. Taftish va tahqiq bilan so'rgandan keyin uning gunohi ro'shan bo'ldi. Uning baxt kunduzi qaraydi va umr rishtisi uzildi. Uni harimlik Sulduz Shayx Muhammad Bayon Sulduzning tuqquni bo'lib, uning zulm teg'i bilan halok bo'lgan edi. Ning qarindishiga berdi. U Shayx Muhammad Bayon Sulduzga o'z qarindishining qisosi uchun halokat sharbatini ichirdi. Misra. 1 yil satganni oxir olg'un bir kun degan so'zni anglatdi va Bayazid Jaloyirning o'g'li Ali Darbeshni yasoqqa yetkazdi. Tuman Sulduzning oila tavobatlarini Aqtimur Bahodirga topshirdi. 20-bob Zafarnomidan ilingan naql. Hazrati Sohib Qironning Xorazmga 3-navbat yurish qilganligi
Sarbuğa, Adilşah və Bəhram Calayirlərinin yeğə bolğanlığı tüpəylidən yoldan yanğanlığı. Baharның avvalqı pəsli tarixinin Hicriyə 777 yılı. Hicriyə 777 yılı, miladiyə 1375 yılığa toğru keldi. Muharrirdən, yəni ləhəng yılı idi. Təbiət sultanının fərmanı bilan yer yüzüdə giyah qoşunları tərəf-tərəfdən baş götürdü. Gül çiçək sərdarları bağ və dərəx, şəhər və qal'a muhafizətiga məşğul olub, bütkül səhrani yeşil və qızıllıqqa uğradı. Nəzm. Ləşkəri səbzəgə hikim eylədi sultani bəhar, tikdi səhra ara rəbati Humayun asar. Suni g'arq zar etib san'ati zardəzu səba, gül götürdü süpərin xar uluban neyzə güzar. Həzreti Sahib Qiran bəxit iqbalğa yaqin tədbirləri, aqibatni o'ylayalaydiganligi və yiroqni ko'rarligi bilan nazm. Etib hazm ilə azmi xorazm jazm, ko'rib himmati razmini misli bazm. Əmir Aqbuğani Samarqandni saqlashqa tayinladi. Əmir Sarbuğa, Adilşah Calayir, Xitoy Bahodir, elchi buğarlarga yana hazara əmirlərindən nəçisini qoşub 30 min atlıq bilan Moğoliston tərəfə avətdi. Ularga Əmir Qəmərdinni ciddi izləb, bar tirişçanlıq bilan onu hər yerdə bolsa tepib yo'qotishni buyurdi. Nazm. Dallirani jəngi 30 min savar, ravan boldular, istaban karizar. Özü Tangri muhabizat qılğan g'olib qo'shinni ilib Xorazm tərəfə yürüdi. Nazm. Ləşkəri birləkim idi behazir ki şücaət ara yegane əsir. Tondi şiranu bişai peykar, səbdaru tir cingu tiri güzar. Ular Ceyhun dəryası boyuğa yetib gəldi. Onun pələk mərtəbəlik qədəmləri visaldan sihbaya. Bu isim Parisçe nüsxasida sihbaya deyilgan. Degan yurt 4-cü pələk qırğız qızğanğudək tüzga kirdi. Türkan Arlat ləşkəri bilan daryoning u tərəfi bilan yurish qildi. Uning ömrü axırlaşqan idi. Şuna yaman əndişə bilan arqısıga yenib Kazarvanğa keçib ketdi. Hazreti Sahib Qiran Paladni bütkül qo'shini bilan arqisidan qo'g'lashqa avatdi. Ular kecha-kunduz qo'g'lab Andaxud hozirgi Afg'onistonning shimoliy qismiga to'g'ri keldi. Muharrirdan o'tib Faryod suyining levida uninga yetishdi. Türkan və onun qeyrindishi turmush barliq avvallari bilan daryo bo'yini egilib urushqa mashg'ul bo'ldi. Nazm. Bazat azmlarga bo'lma dalir, bo'lurmu zabun garg'u narra shir. Ushul yordam ekin narra shir assachang, neyara durur eylagay tulkijang. Ularga parakanchilik yuzlandi. Qalaymqan və sərsam bo'ldi. G'olib lashkarlar ularning orqasini qo'g'ladi. Po'lat o'zi yolg'iz Turkanga yetdi. Turkanning eti hordi. Po'lat borgan hamon Turkan otdan tushdi va Po'latning etini bir o'q bilan yiqitdi. Po'lat qadini ruslimasdalla Turkan yana bir o'q atdi. O'q Po'latning beshi ustidan o'tib ketdi. Hech zarar yetkazolmadi. Po'lat chaqqanlik bilan yuzma-yuz tutishdi va Hazreti Sahib Qiranning iqbalning yordami bilan Turkanni ko'tarib yerga urdi. Misra. Qildi o'z atiga oning boshini tandan juda. Nazm. Juda qildi boshni tanidan bo'dam, bo'lib shart yonmog'iga qo'ydi qadam. Amman sarbadal Turkanning qerindishi turmushning orqasidan qo'g'lab yetib, uning ishini tamom qildi. Nazm. Başını kesip qildi karın tamam, Şahanşah Canabaga qildi xiram. Bu ikkilisinin beşini Sahib Qiranning oliy taxtining ostiga elib keldi. Hazreti Sahib Qiranning shohliq ordisi Davron sardarlarining beshining borar joyi edi. Har bosh o'z oyog'i bilan u yerga bormasa, boshqa qo'llar uni elib beribdi. Nazm. Ol astag'ina beshikim emas jabin farsa. Və hala qılğısıdır ol başığa, çərix səngə cafa. Hazreti Sahib Qiran bütkül əmirlərini Moğolistanğa əvətkən idi.
Shulardan Sarbuğa va Odilshah viloyatining lashkarlaridan xoli qolganligini ko'rib, yomon fikr bilan Xitoy Bahodir va Ilchi bo'g'ini tutdi. Hazrati Sayibqiron Andigan hozirgi O'zbekistondagi Anjan shahri Muharrirdan va Do'rg'uliqqa qo'ygan homiydilar kelishdi. Ular o'z qavmi, ya'ni Bahram Jalayir va Qipchoqlarni yig'ib Samarqandga yurish qilib, qal'alarni muhosara qilishga boshladi. Lekin shahar xalqi ko'zni tashguchi va jigarni ko'ydirguchi o'qlarning zahmi bilan ularni shahar atrofiga kelgili qo'ymadi. Samarqand shahriga hokim bo'lgan Oqbuğa yuz bergan voqeani saltanat dargohiga ma'lum qildi. Hazrati Sayibqiron qatdan o'tib xosga yetgan edi. Bu xabarni olgan hamon shu yerdan qaytdi va Amirzoda Jahongirni oldin mang'uzdi. O'zi cho'ng qo'shin bilan orqadan mangdi. Buxoroga yetib qolib qo'shinni tartibga selib, ondan Buxorodan ko'chib Rabata Malikka berib tushdi. Shahzoda Jahongir Karmina hozirgi O'zbekistondagi Karminiya bo'lishi mumkin Muharrirdan degan joyga dushmanlar bilan uchrashdi. İki taraf sap tuzib urushga tutish qildi. Nazm Tolub kösai naladin güşi dahir, saçıp türfe şemşeri, kin zehri qahir. Digün körsen almasu, mercan saçar, ne mercan ki kindin hemme can saçar. Amirzada Jahongir Nusrat ata qilg'uchi Tangrining yordami bilan dushmanlarga hamla qildi. Muxoliflarga qo'rqinch tushib dashti Qipchoq ketdi va Urusxonadan panoh tilab uning dargohida mulozim bo'ldi. Hazrati Sayibqiron baxtiyorlik bilan saltanat ashyolarini ilib saodat bilan qaytib keldi. Ondan Jalayir ulusini parchalab amirlarga taqsim qilib berdi. Amirzada Umur shayxni Andigan hukumatiga mas'ul qildi. Odilshah bilan Sarbuğa Urusxonning mulozimatiga kirdi. Oxir ularning fitna fasod tomurlari harakatga kelib, Urusxon yayloqqa ketgan vaqtida qechishga tayyorlandi. Ular hiyla-mikr tig'larini bevafoliq qinidan chiqarib, xonning tarafdori Uchibi bilan urush qilib, uni o'ldirdi. Ondan qechib Mo'g'ulistonga Amir Qamardinning oldiga kelib, uni fitna fasodga tashviq va targ'ib qildi. 21-bob Zafarnomadan ilingan naql. Hazrati Sayibqironning Mo'g'ulistonga 4-navbat yurish qilganligining bayoni. Odilshah va Sarbuğa Qamardinga qo'shildi. Ular vujudidagi dushmanlik va adovat o'tlarini ig'vo va fitna fasod shamoli bilan soatma-soat ulg'aytishga boshladi. Amir Qamardin lashkar tortib Andigonga keldi. Qozoq hazaralari Amirzada Umar shayxdan yuz o'rib Qamardinga qo'shildi. Amirzada Umar shayx taqib qamilib qoldi. U Saman otliq bir kishini Hazrati Sayibqironning oldiga avatib, yig'i to'liq g'alba bilan yetib keldi. Andiganni ostin-ustin qildi deb ahvolni ma'lum qildi. Hazrati Sayibqiron bu ahvolni eshitib, darg'azab bo'lib, u tarafga eng tez suratda yurish qildi. Amir Qamardin bu xabarni anglab, u yerda turishga toqat qolmadi. U barliq xodimlari va qo'shinini Otbashi degan joydan to'xtovsiz o'tkazib etib, o'zi 4000 otliq bilan bir pinhonda turdi. Hazrati Sayibqiron u yerga yetib keldi. Ammo Amir Qamardinning pistirma qilganligidan xabari yo'q edi. Bütün amirlar hamma lashkarlarni boshlab uning orqasidan qo'g'ladi. Namdar sipohlardan 5000 otliq bilan Amir Muayyid, Xitoy Bahodir, Shayx Ali Bahodir va Oqtemir boshliq necha sardorlar qilib qoldi. Xitoy Bahodir bilan Shayx Ali Bahodir va Oqtemir Bahodirlar dushmanlarning ahvoli haqida har xil gap so'zlarni qilatdi hamda har qaysilari bahodirlik va palmonlikdan hikoya qilishadi. Shundoq qilib ularning g'azab o'tlari yolqinchab, dushmanlar orqasidan qo'g'lab ketdi. Boshqalarmi ularga qo'shilib ketdi. Shuning bilan Hazrati Sayibqiron bilan 200 dan ortiq kishi qolmadi. Shu ahvolda Qamardin fursatni g'animat bilib, pistirmadan chiqib, adovat tig'ini to'xtovsiz o'ynatib, intiqom yuzi Hazrati Sayibqironga qarab etildi.
Дәл шу чағда Hazreti Sayıp Qıranның can quluqiga bəxit dövlət ilhami. Allah'ның iradəsi bilən az cemaat köp cemaat üstüdən qəlbə qılıdı. Qur'an-Kərim 2. Sürə Bəqərə 249. ayət degan xəbərini yetkizgan edi. Şuna onun mübarək xatirəsiga heç vəhim və iztirab yüzlənmədi. O leşkərlərə təsəlli berib, qələbə və nusrat leşkər və Sərəmcanlarının köplüğü bilən emas, bütünlüy yekki yeganə Allah'ның inayəti bilən buludu. Qattiq tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Azroq bo'shanlik qilsak, ish qo'ldan ketadi dedi. Nazm. Bu so'zni daban kirdi meydan ara, idi yavari evni lutfi xuda. Gahi tig' urub, gahi gurzi giran, qilib hamla har sari chekdi inan. Ki her hamlada bo'ldi xeyli zubun, oqizdagi har zahmida joyi xun. Bulup yar Sayıp Qıranğa zəfər, yetib qalbiga saldi köp şürəşər. Ədularga ol xusrabi ərcümənd, urub gürru tixi sınanu kəmət. Ki yençib kesib sindürüb bağlap ol, boşu gerdunu həm ayaq birlə qol. Bəxtiyar Hazreti Sayıp Qıran bu uruşda öz cinini tikib uruş qıldı. Bundaq iş pələknin yardımsız vücudğa gəlməyəy, qalib sipahlarmı mərdanlıqni vayığı yetkizdi. Azğını kişi bilən 4000 namdar atlıq düşməngə şikəstə berib pərişan və parakəndə qıldı. Nəzim. Bu nəvi iş özüçə qılalmaz kişi zəpər bərmək irmiş Xudanın işi. Əgər Hazreti Sayıp Qıranның bu xil acayip əhvali və g'oyib kayfiyatıga g'ayrat tüpeylidən obdan nəzər silinsa, ma'lum bo'lg'usidir ki, u palakdak iqtidorliq buzrukvarning zohir və batini ilahi nurlarning yordamida nurlangan. Chunki o kunlarda Hazreti Sayıp Qıranның tashqi ko'rinishi və yurish-turishlarimi ajoyib surli ko'rinadi. Kechalari batiniga uyquni sizlarning badininglar uchun rahat qildik. Qur'on-Karim 78. Sura Naba 9. ayət. Hükümü bilen uyku perdesi bildi. Uluq ruhlarının şərbeti onun batınığı yüzlendi. Onun pak köngül eyniki pakizlikten düş görüş arqalıq peygamberlikning 46'dan bir qismidan xabar berdi. O düşüde Hazreti Burhanıdan qılınış. Tangri onunğa rəhmət qılğayının sürətlərini gördü və ədəb bilən o Həzrətinin aldığı berib, Səmərqandda ağırıb qalğan mübarək pərzəndi Cahangir Mirzənin salamətligi haqida mədəd tilidi və ərz qılıb. Oğlumğa ali dərgahdan orun bərgəysən, dedi. Hazreti Sayıp Qıran uyqudan oyğunub bildi ki, Əmirzada Cahangirdə saqiş ümidi yox. Bu iş Hazreti Sayıp Qıranның mübarək xatirəsiga naiti eğir gəldi. Sayıp Qıranның məxsus katibi Toqluq Tekrar nəşrində və Xənzüci nəşrində bu qutluq dəb ilanğan muharrirdən bir məktubni berib Səngül Köldən dərhal yolğa çıxışqı buyurdu və Əmirzada Cahangirning halidan xəbər elib kelishini tapıladı. Toqluq yürüb getdi. Hazreti Sayıp Qıran pərzəndi haqida yeni pərişan düş gördü. Köngli teximi parakəndə bo'lib, əmirlər və mülazimlərə qarab, "Gumanımca pərzəndimdən juda boldum bolğay, amma sizlər onun əhvalını məndən yoşuruvatsizlər", dedi. Əmirlər tizlərə urub naiti sarısamı bilan qasam qilib, "Biz bəndilərinin şahzada halidan xəbərimiz yox", deyişdi. Bular o joydan ko'chib 8 oyoq degan joyga kelganda Qamirdinga yetishdi va qattiq urush bo'ldi. Qamirdin yana yengilib qochdi. Amir 3 qora bahodir uning orqasidan qo'g'lab yurdi. Bir muncha qo'g'lagan edi. Amir Qamirdin 8 nökeri bilan orqasiga yenib 3 qora bahodirni orqa ilib etib yiqitdi. Uning o'ziga ko'p zahmatlar yetdi. Oqibatda piyoda va xasta jinini qutqizib chiqdi. Dasta Po'lat Bahodirg'imi urushda o'q tegib yaralandi. O yo'lga o't ketgan edi. Dasti Po'lat Bahodir o'tni o'chirish uchun jiq mushaqqatlar tarqalliqdan yorisi eg'irlab shu jarohat zahmati bilan olamdan ketdi. 22. bob. Zafarnamadan e'longan naql. Amirzada Jahongirning vafot bo'lganligi.
Hazreti Sayıpqiran Ataqum degan joydan qaytib, Seyhun daryosidan o'tib, butkul davlat arkonlari va hayvat hashamat asboblari akabir ashraflari bilan birga poytaxt Samarqandga qaytib keldi. Nazm. Hamma g'ussadan sachiban boshiga haq, yoqada qilib seynasin jumla chaq. Bütün xaloyiq Hazreti Sayıpqiranning istiqboliga chiqdi. Ular yalang'och beti bo'yinlarga qora kigiz kiyib, shaharning teshig'i chiqdi va beyt mazmuni bo'yicha hol ahvol aytishdi. Nazm. Darig'aki shahzoda-i Navjahon, javonliqda gul yig'liq o'ldi Hasan. Darig'aki ul Husravi kamkor ketib qildi bizga qora ro'zgar. Ular yig'i zaridan qon daryosini o'rkashlatdi. Shavqun suran sadasının pelek gümbüzi xizmetkarlarının qulqiga yetkizdi. Hazreti Sayıpqiran öz ko'nglining ilhom yetkizguchi sezgullardan gumon qilgan edi. Endi jazm qildi. Nazm. Chu farzandi ahvolini bildi shah. Jahon bo'ldi o'l dam ko'ziga siyah. Ikki yuzi pur ashku tan sug'var, o'zi beshakib davlati beqaror. Bu memleket Hazreti Sayıpqiranning iqbali ta'siridan shodlik gulshini va xushallik anjumani edi. Bu jonni ko'ydirguchi voqeaning ta'siridan bir motamxona bo'ldi. Nazm. Tutib motamini tamomi sipa, kiyib jumla jamoai kabudu siya. Sochib jumla sardarlar boshiga haq, hamma ko'zi purxun, hamma sina chaq. Hamma anjuman zaru giryan bo'lib, azab o'tida bag'ri biryan bo'lib. Hazreti Sayıpqiran bu voqeadan farzandlarimiz, jigarlarimiz hukmi bilan noyida g'amkin va parishon bo'ldi. Ammo uning oliy fikriga ma'lum ediki, har bir mavjudlikning mangu davom qilishi mumkin emasdir. Shunga sabr qilguvchilarga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Qur'on Karim 2-sura Baqara 156-oyat. Degan oyatning mazmunini u jarohatga malham qildi. Marhum Baxtiyor Shahzodaning ruhi uchun hisobsiz nazir chira xayr ihsonlar qildi. Muhtojlarga sadiqa, miskin fuqarolarga osh taom berdi. Shahzodaning jasadini kashga elib berib dafn qildi. Uning qabrisi ustiga go'zal va oliy imoratlarni bino qildi. Nazm. Bana qildilar marqadi dilib bazir. İmarati Şahanu binazir. Amirzada Jangirning yeshi 20 ga yetgan edi. Uningdan 2 o'g'il qoldi. Biri Amirzada Muhammad Sultan bo'lib, u Xonzodadan tug'ilgan edi. Yana biri Amirzada Pir Muhammad bo'lib, İlyas Yasurining qizi Baxtimulk og'adan tug'ilgan. Bu o'g'il bu joy Farscha nusxasi asosan to'liqlandi. Merhum Shahzoda vafot bo'lib 40 kundan keyin dunyoga keldi. Uning voqeasi tarixning Hijriya 777-yili. Hijriya 777-yili, milodiya 1375-yildan 1376-yillarga to'g'ri keldi. Lahang yilida yuz berdi. Amirzada Bosiqning ko'ngli bu hodisa tufaylidan bu makkar va turaqsiz zamondan ranjidi va nafratlandi. Şuna Hazreti Sayıpqirandan icazat ilib Hijaz Mekke'ga ketdi. 23. bab Zafarnamadan ilingan naql. Hazreti Sayıpqiranning qamiridan ustiga lashkar avatganligi. Hazreti Sayıpqiran farzandidan ayrilib judolik azobi tufaylidan saltanat tadbirlari va mamlakatni idora qilish ishlaridan o'zining iltifot soyasini ko'tardi. Nazm. Ona arzimas bu saroyi spanch, ki chekkay kishi malu jag'iga ranich. Irur hasiling tuda haki nijat, niga eylagun dilni dunyoga band. Davlat kattalari va amir va noyanlar saltanat taxti ostiga yig'ildi. Ular adab ziminini ixlos lablar bilan so'yib, mulozimlik tili bilan mundoq dedi. Ey shohim,
Jahonni yaratquchi Tangri o'z hikmeti bilan olam intizomini baxtiyor sultonlar vujudiga bog'labdi. Dunyoni yaratishdan maqsad odamni yaratmoqdir. Odamning tinish amonligiga oliy martabalik xoqonlarning adlu adalati va siyosatini vosita va sabab qildi. Nazm: agar bo'lmasa tig'i shahbi nayim, jahonda yo'q o'lg'ay halalu haram. Agar bo'lsa shah xanjari tirarang, tutar jazmdin ko'zgasi yuzazang. Erur podsha saya-i Zuljalal, jahon topqay ul soya ichra jamal. Jahonga furuq er salur adli shah, na hojat anga nuri xurshid halma. Palak ta erur secdegahi melek, erur niku bad iqtizai felek. Jahon naqdi bulsun nisarın senin, erusu cihan hem kenarın senin. Eğer sizning mübarek xatiringiz ve vücudunuz Perverdigarning rızası üçün bolsa, onunğa raiyet perverlik ve adaletde vasıta hacet emas. Evvelden ahirgacha en kamil, en alim peygamberlerinin hocisi Hazreti Muhammed aleyhisselam adlu adaletke sarf bo'lgan 1 soatlik ömrünün savabını 60 yıllık taat ibadetke tenglashtirgan edi. Nazm: yeter ta kudretin adil eyligil, ey şahi deryadil. Ki dil mülkide peygamberlik işkini qaqar adil. Emirler erzlerini bu yerge yetkizdi. Emirlerinin bu erzleri hakikaten sadakat ve ihlas tüpeyledin edi. Hazreti Sayyid Quran maqbulluk huluqi bilan anladı da himmet yüzünü memleket məsləhətiga qoydu və leşker tayyorlash hem tertibga selishqa farmon qildi. Shu asnada Odilshah Jalayir bir muncha kishi bilan Qorachuq, Xanzucha nashrida Qarajik deyilgan muharrirdan tog'larda bosh-boshdoqlik qilib yurar emish degan xabar keldi. Hazreti Sayyid Quran Burat Xoja Ko'ngildosh. Burat Xoja Ko'ngildosh Xanzucha nashridan Burat Xoja Ko'ngildosh, Ko'kuldosh, Burat Xoja Ko'kuldosh deyilgan muharrirdan va elchi bo'lgani 15 chavandoz bilan Odilshahni izdiglab etdi. Ular Samarqanddan kechida yurib ketdi. Ular O'tirarga yetdi. U yerdan bir jamoat kishini ilib tog'larning ichiga kirib Odilshahni izlashga boshladi. Uni Aqsa Muma Tehron nashrida va Xanzucha nashrida Aqsuma deyilgan muharrirdan degan joydan tepib yasoqqa yotqizdi. Qarachuq teg'ining orasida Aqsumama mil har 1000 qadam musofaga birdan bekitilgan to'rik o'rnatilgan edi. Sarbuga uning ustiga chiqib, qadamini yaxshi ishdan tashqariga ilib, dashti qipchoq tarafga qarab yig'a bo'lib qochib ketdi. 2 yildan keyin ahli yo'l boshlab, muvaffaqiyat bilan yana Hazrati Sayyid Quranning dargohiga keldi. Hazreti Sayyid Quran shahona rahim shafqat bilan uning gunohlarini kechirib, o'z qo'li bilan hukumatini inom qildi. Amirzada Umar Shayx Aqbuğa ve Xitay Bahadır bilan yana bir necha amirlarni qo'shib, Qamariddinni izlab tepishga, imkon bor uni yo'qotishga tirishchilik ko'rsatgaysiz deb buyurdi. Ular farmon bo'yicha tez yurib, Quratunning oyig'ida Qamariddinning eliga yetdi. Urushda davlat g'azabining kuchi bilan Zumratdek tig'larini yoqut rangiga kirgizdi. Dushmanlarning rangi vahima va qo'rqinish tufaylidan kekrivodek sarg'aydi. Ular soğuk şamalda uçqan samandek parakanda ve perişan bo'ldi. Qamariddin qechib ketdi. G'olib lashkarlar uning ili ve ulusni bulab talab nurg'un o'lja ve hisobsiz eşyalarını ilib mangdi. Nazm: Sipahi shahi raiyat navazu düşmansuz qoyanki barsa g'animat bila kilur furus.